Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli kanal foydalanuvchilari. Bugun sizlarga IT ta'lim uyushmasiga kirib, Coursera.org saytining sertifikatini bepulga olishni o'rgatamiz. Buning uchun bizga brauzer kerak bo'ladi. Brauzerga kirib olamiz. O'zimiz akkauntga kirib olamiz. Qidiruv tugmasiga IT assotsiatsiyaning saytini yozamiz. Birinchi chiqqan saytga kiramiz. İngliz tilidan o'zbek tiliga o'tkazib olamiz. O'zbek tiliga o'tdi. Ishchi oynasimizga ochib berdi. Kirish tugmasini ustiga bosamiz. Parol loginimiz bo'lsa, kirsak bo'ladi. Biz ro'yxatdan o'tamiz. Ro'yxatdan o'tish ikki xil usulda, mana pasport orqali, tug'ilgan guvohnomasi orqali. Pasport bilan ro'yxatdan o'tganimizda pasport raqamini kiritamiz, ism familiyamizni, tug'ilgan yilimizni, pochtamiz, telefon raqamimizni va parolni kiritamiz. Ro'yxatdan o'tish tugmasiga bosamiz. Va ro'yxatdan o'tishni boshladi. Ma'lumotlarni kiritib bo'ldik. Endi o'zimizga maxfiy parol kiritamiz. Ro'yxatdan o'tish tugmasiga bosdik. Saqlantirib qo'yamiz. Elektron pochtamizga havola kelib, havolani tasdiqlaymiz. Pochtamizga xat kelsa 2 daqiqadan boshqatdan ro'yxatdan o'tishga majbur bo'lamiz. Pochtamizga kiramiz. Yangi oyni ochib oldim. Pochtamizga xabar kelmagan, lekin xabar linki spam bo'lishi mumkin. Shuning uchun eshikni ustiga bosamiz. Spam ustiga bosamiz. Xabar kelganiga ustiga bosamiz. Shu o'yiniga kiramiz. Pochtamizni tasdiqlaymiz. Login ustiga bosamiz. Mana bizga kurslarini ochib berdi. Mana bu yerda ism familiyamiz turadi. Kurslarimiz haqida ma'lumot, o'zimiz haqimizda ma'lumot turadi. Tilni o'zbek tiliga o'tkazib olamiz. Noto'g'ri ma'lumotlarimiz bo'lsa kiritsangan bo'ladi. Bu yerda pullik kurslar, bepul kurslar. Pullik kurslarda professional sertifikatlarni o'qib olsak bo'ladi. Buning uchun to'lovi bor. To'lov qilamiz. Biz bepulliga kiramiz.
Bu yerda 20 ta bepul kurs bor. iLearners platformasiga 5 ta bepul kurs bor. Unga qaraganda 15 ta ko'p bepul kurs bor. Bemalol kirib o'qisak bo'ladi. iLearnersdagi 5 ta kurs shu yerda bor ichida. Uni ham olsangiz bo'ladi bu yerga kirib. Ixtiyor o'zingizda. Xohlagan kursingizda kirib o'qishingiz mumkin. Bitta kurs tanladik. Ro'yxatdan o'tyapmiz kursga. Parol pochtamizni takrorlab o'tamiz. Bu yerga svoy parol berdi. Registratsiyadan o'tkazib olamiz, chunki Coursera.org saytida bizda parol loginimiz yo'q. Yozamiz ism familiyamizni. Xush kelibsiz dedi. Son bitta tugmasiga bosdik. Parolimizni kiritamiz. Hammasini ochib qo'yamiz. Konferensiya qilsin. Mana bizga ishxonasini ochib berdi. Endi biz bu yerdan xohlagan kursimizni takrorlab tanlaymiz. Показать bossak, yana kurslarni bizga ochib beradi. 20 ta kurs bor. Birinchi kursga kiramiz. Registratsiyadan o'tamiz. Mana bizga kursimizni ochib berdi. Kursimizda bitta moduldan iborat. Birinchi modulimizda o'zida quiz testlari bor. 4 ta quiz testi va videolar. Shularni bir boshdan ko'rib, sertifikat olamiz. Demak, boshladik. Mana shu yerda yashil pichka chiqish kerak, sizlardan chiqish kerak bo'ladi. Mana yashil pichka chiqdi. Bunday qilib kursimiz hammasini yashil pichka qilib, oxirida 100% natija qilishimiz kerak bo'ladi. Biz buni tabrikladi, sertifikatimiz chiqdi. Просмотр sertifikat. Sertifikatimizni yuklab olamiz. Sertifikatimizni yuklab oldik. Saytdan chiqib ketamiz. Bugungi video darsimiz sizlarga yoqqan bo'lsa xursandmiz. Keyingi video darslargacha ko'rishguncha deb qolamiz.